Masjidning yaqinidan hovli qidirayotgan mijozlarimiz uchun juda ham ajoyib taklif. Farg'ona shahar Komsomolskiy Hafiza masjidini shundoqqina yaqinida 6 sotixdan iborat kirib yashashga tayyor hovli uyimiz sotuvga qo'yilmoqda. Sizlar bilan hozir obzorni ko'rib chiqamiz. Mana bu kirish doroza qismi, kirish qismimiz oyoqdaylari burchatga qilingan. Xo'p, hovli uyimiz 2 qavatdan iborat. Tepada 3 xona, pastda 2 xona ekan va mana bu ko'rib turganimiz oshxona, ya'ni qishki oshxonamiz va bu tomonda bitta xona va bu tomonda yana bitta spalni joylashgan. Va mana hovlimiz o'rtasiga chiroyli qilib basseynlar qilib qo'yishgan egalari. Bu tomonda mana tapchan, bemalol o'tirib yozda salqin. Va hozir birinchi sizlar bilan uyning hovli qismini ko'rib chiqamiz, keyin ichkari qismiga o'tamiz. Va bu tomonda mana hovlimizni orqa tomoni, ya'ni bemalol mana mevali daraxtlari bor. Yana qanaqadir ekin qilsa ham bo'ladi. Va bu ro'parada yana bitta letniy oshxona bor. Tashqarida sanuzillari bilan mana ko'rib turganimizdek uyimizdagilar juda ham chiroyli qilib archalar ekib qo'yishgan ekan. Va bu tomonda mana ikkinchi qavat ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hovlimiz remont holati juda ham ajoyib. Kirib bemalol yashaydi. Kelgan odam, olgan mijoz ortiqcha rasxod qilmaydi. Va bu tomonda mana ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz. Mana ko'rib turganimizdek bitta terrasa, ochiq terrasa, ya'ni bu tomonda mana bolalar yotoqxonasi. Uzr, kechirasizlar, bu tomonda взрослый spalni ekan, ya'ni kattalar uchun yotoqxona. Va bu tomonda zal, ya'ni mehmonxona, mehmonlarni kuzatish uchun bitta xonamiz. Ajoyib qilib dizayn qilingan ekan xonamizga. Ochiq dizayn, ya'ni va bu tomonda yana bitta xonamiz joylashgan. Mana ko'rib turganimizdek asosan uyimiz egalari pastki qavatda yashashar ekan. Xo'p, hovli uyimiz juda ham lokatsiyasi zo'r joyda joylashgan. Masjid yaqin, maktab yaqin va magazinlar yaqin. Bemalol magazin va maktabgacha 5 daqiqalik yo'l. Shundoqqina masjidning oldida joylashgan hovli uyimizning fayzini qaranglar. Hovli uyimizning narxini uyimiz egalari 150 ming AQSh dollari deyishyapti. Biz orqali kelgan mijozlarga yana kelishtirib berilar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing. Birgalikda kelib hovlimizni ko'rsatamiz.